Assalomu alaykum, qadrli kitobxonlar. Zomin tuman axborot kutubxona markazi sizlarning havolangizga Ernest Seton Thompson qalamiga mansub Yovvoyi yo'rg'a asarini taqdim etadi. Yovvoyi yo'rg'a. Bu asar hayvonlar haqida bo'lib, insonlar tomonidan yuksak baholangan. Bu asar haqida shunday deyish mumkin. Hayvonlar haqida Ernest Seton Thompsondan avval hech kim bunday asar yozmagan va bundan keyin ham hech kim yozmaydi. Bu asarda Seton Thompson otning asosiy va aql bovar qilmas xususiyatlarini aytib o'tgan. Masalan, hatto zotdor ot ham yovvoyi ot bilan to'qnash kelsa-yu, u ham yovvoyi bo'lib qolishi yozilgan. Bu ham aniq faktlarga kiradi. Ernest Seton Thompson o'z davrining AQShning holati, an'analari, moddiy boyliklari, otlar asosiy transport ekanligi va ko'plab shunga o'xshash ma'lumotlarni yozib qoldirgan. Bu asardan shuni bilib olsa bo'ladiki, Seton Thompsonning o'z otlari haqida ko'pgina ma'lumotlarga ega bo'lgan. Bu Seton Thompson otlarga juda ham qiziqqanligini bildiradi. U oq rangdagi otlarni juda qadrlagan va hayotining ko'p qismini otlar parvarishi bilan o'tkazgan. Asarda boy insonlar ko'p otlarga ega bo'lganligi yozilgan. Ammo yovvoyi yo'rg'alar tufayli ularning ham yovvoyilashib ketishi albatta ularning asabiga tekkan. Birgina oq yovvoyi yo'rg'a tufayli ko'plab otlar yovvoyi bo'lib ketadi. Shu tufayli insonlar va boylar barlarda va ko'cha-kuyda shu otning o'limi uchun katta pul tika boshlaydilar. Shu otni o'ldirish uchun yo'lga chiqqan insonlardan biri otning dam olayotgan paytida unga mehri tushadi va otni o'ldirmaydi. Ammo boshqa ovchilar tufayli uzoq vaqt qiynaladi va ot o'zini o'zi jarlikka otib o'ldiradi. Asar juda qiziqarli va uni o'qishni tavsiya etaman.